Okera 6200 dollarga tayyor bexarajat qo'yingizdagidek qilib navrot qilib qo'yilgan Damas mashinasini ko'rsataman. Bunga qilingan navrotni hamma Damas mashinasida ham ko'rib o'rmaysizlar. Sanoli bo'lgan Damaslardan bittasi. Mashinamizni holati idealniy bo'lib turibdi. Salonlarni bitta ko'ringlar. Polni koja qilib apshib qo'yilgan, patologlarga ham apshib qilingan. Kojalarining rangidan bir xil qilib, yaxshi qimmatli qo'llarga taqib qo'yilgan. Malibu barli uстановка qilib qo'yilgan, o'zining richaklari bilan. O'ntiga yaxshi linoyim bilan yo'qor poliklarga hisob qo'yilgan. Probegi 173 ming kilometr. Salon detallari polni akopring qilib qo'yilgan. Eshiklari shilgirovka bo'lgan, mashinamiz to'liq variantda shumizolyatsiya bo'lgan. Eshiklari bitta barmoqda ochilib, bitta barmoqda yopiladi. Patologlarga kosmos barli uстановка qilib qo'yilgan, o'zining original Pioneer kolonkalari bilan. To'rtta yaxshi, yumshoq, qimmat 8 gacha uстановка bo'lgan, 13. Orqa qo'l sferalari qoraytirib qo'yilgan, metan gazgacha uстановка bo'lgan. Motor, ходовой, korobka mostlarida umuman ishlari yo'q. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib tekshirib olasizlar. Kraskasi bitta chetida kapelyaga petnos etilgan, qolgan joylari 100% toza. Oldi oblisovkalariga, RS oblisovkalarigacha uстановка qilib qo'yilgan, gerpli laboylari bilan.